Assalomu alaykum Abduribjon aka. Anlasam vatandan yaqinda chiqibsiz. Bu jarayonda vatanni ko'rgan bilganlaringizni va Turkiyaga chiqish jarayonidagi kechirmishlaringizni so'zlab beramiz. Va alaykum assalom. Allah razı olsun. Yaqinda chiqdim. Bu chiqqani 1 yil bo'ldi. 1 yildan oshgan bo'ldi. Endi bu jarayonda nurg'un ishlarni ko'rgan bo'ldik vatanda. Endi men o'zim oliy maktabda o'qigan va shu maktabninki oxirgi bosqichlarida bu Xitoyninki bizga ma'lum bir diniy aqida, ya'ni dinga ishonganlik, ba'zi bir diniy ibodatni qilganligimiz sababidan, ya'ni namoz o'qigandak, Ramazon mezgillar Ramazon tutgandak, shunda sabablarni biz maxfiy olib borganligimiz uchun, chunki bu Xitoyda cheklandi emasmi? Biz shu maktabdan tutqun qilinib 3 yillik kesim chiqqan bo'ldi. Shu 3 yil to'shqandan keyin hamda bu 3 yil jarayonida turmida ko'mgan kunlarni ko'rdik hamda. Buni qisqacha bir tushuntirib o'tishga to'g'ri keldi. Xitoyninki turmidagi bizga qanday bir zulmlarni soladiganligini, masalan tutib ketgandan keyingi so'roq jarayonida bizga qo'ygan talabi nima bo'ldi desa, sen maktabda bir diniy tashkilot quribsan. Demak, bu bizning hech qanday qo'ygan tashkilotimiz yo'q-ku o maktabda bo'lmasa. Shu o'qitish ishlari bilan bo'laqliq, biz o'qish ishlari bilan o tashkilot qurish, o bizningki bir texi o 7-18 yoshga kirgan vaqtlarimizda, o texi 20 yoshlarga to'liq kirmagan vaqtlarimiz. O bizda tashkilot enginada, o millat enginada bizda. O bir o Xitoyga qarshi tug'dak, ongtaq yetilgidek davrlar emas bizga nisbatan. Lekin bizga shu chaqda ortgan jinoyat nima bo'ldi desa, sen vatanda maktabda tashkilot quribsan. Shu tashkilotga o'quvchilarni o'zingga tortib, shu tashkilotga yetaklabsan, hokimiyatga qarshi chiqishga sen boshqalarni quftirtibsan degan jinoyat bilan bizni 3 yil kesgan bo'ldi. Undan keyin turmaga bordik. Buni biz e'tirof qilmasakmi, o majbur bu yerda bizga o tayoq to'qmoq, har xil qiyin qistaqlar bu yerda. Mesela apırıp meni şahsen apırıp 24 saat esip koydu. Bu esip koygandan keyin hamda ölmeydiken insan. 24 saatdan keyin tushdi. O jarayonda bizni shu dum yotqizib, maxsus bu bizni so'roq qilgan 4-5 odamlar bordi. Bular shu dam olmay orqa-orqadan bir-biri bilan shu urushdan boshqa gap yo'q. Sen zodi shu tashkilot quvdingmi yo'qmi? Quvdingmi yo'qmi? Bu yo'q degan sira bular to'xtaydigan gap yo'q. Shu majbur quvdim degizadigan gapda, chunki bizning yosh kichik, u qiyin qistoq bu tayoqlarga bardoshlik berish bizningki badan qurilmamiz, jismoniyatimiz yetib pishib yetilmagan. Shuning bilan oxirida majbur o'zimiz qo'l verishimizdan tortib hamma narsamiz shu majburiy holatda shu tayoq, ya'ni qiyin qistoqlar bilan shuning bilan 3 yil kesgan bo'ldi. U bizga kesishda o sud hech narsani uqmadik. Faqat shu savol so'roqdan keyin meni 6 kun so'roq qildi. Ya'ni shunda esib quyosh, urush, tomoq yemaslik, o'lta g'uzib qo'yib oldimizga yuqori besimliq lampushka bor. Masalan 1000 wattlik, 2000 wattlik deydigan. Yuqori besimliq ayda chiroqni mush ko'z oldimizga yoqib qo'ydigan gap. Yoqib qo'ygandan keyin buning qiziqlik harorati bu qiziqlik harorati o'ziga taq kelib ko'zni taq ko'ydirdigan gap. Bu ko'zimizni yumib olsaqmi, foydasi yo'q. Hatto 3 kunduz ashlo taqzib qo'yaqliq. Bu vijdan terisi degan tushib ketadi ekan bir qurib butunlay kuyib. Hamda shu jarayonda 6 kunlik so'roqni bergandan keyin biz o'zimiz olamizdan ketib hech qanday bizda bir zaif o'zimizni tutib turish, ya'ni mengish, o'rnimizdan qo'pash, harakat qilish iqtidorimiz faqat qolmagan vaqtda ichib tashlayapti. Shu holatda 2 oy yotdik. Tuyuqsiz qo'limizda bir qog'oz chirpadi bizningki. 3 yil siyosiy jihatda mujda tashkilot qurishga uringan maktabda, maktabda. Deb shu bir 3 yil kesilganlik uqtirishni kirpadi. Arliqdan shu 4-5 kundan keyin cho'ng turmaga yo'tkab olib Yo'tkab olgandan keyin qarasak u yerda 1000 dak Uyg'urlar bor ekan, 7-8 Xitoy bor ekan hamda turmada. Shu 7-8 Xitoy 1000 dak Uyg'urlar, ya'ni shu Qashqarninki shu To'qqizoq noyasiga qarashliq mushi degan yerda turm ekan bu.
Şunun bilan appada şu baya degandek şu 1000 Uyg'ur, 7-8 Xitoy. Appagandan keyin bu yerda bizning qiladigan ishimiz har kunisi shu atgan soat 8 dan kech soat 6 gacha. Sirtda ishlatadi hamda u yerlik bir cho'lning o'rtasida, bu cho'lning o'rtasida qiladigan ishimiz shig'il tash qiltashqaymiz. Toshni cho'ng kichik tur bo'yicha ayiradigan gap buni. Endi buni tushuntirsakmi, tushuntirish tasamdi. Bu biz amaliy beshimizda o'tkazgan bir turmushni til bilan ifoda qilib berish taskan buni. Chunki bu tosh tasqaydigan, shig'il tasqaydigan bu ishlar hozir butunlay avtomatik mashinalashib ketdilik. Lekin shu davrda shu taraqqiyot bor bo'lsa-mu, lekin u bu yerga kirgizgilik emas, faqat bizning kuchimiz orqali qildiqlikda uni. Avval shu, uningdagi bu vazifa bitmasa, u vazifa bitmaganlik uchun buningga ig'ir qiyin. Ya'ni buni urdigan, tan jazosi yurdigan, bu tan jazo odatlik jazo emas. Shu holatda buni qiynaydigan gapda 4-5 tarafdan urib, tayoqlar bilan urib so'qadigan gap oqshomda vazifani bitmabdi, biz baga vazifani o'rlaganmabsiz deb. Avval shu, uningdan keyin bu attiganlarda tamoq qator tizildigan gap, endi bu turmidagi jarayonini bir so'zlab o'tishga to'g'ri keldi. Bu tamoq tizilgan vaqtida moddasi tamoqda qator tizilimizda bu ikki sab bo'lib. Bu tamoq berdigan yerda bir idamning 5 patqidagi bir tüşk hamdi. Bu tüşkning oldida turimiz, qochimizni hammamiz birdan qochimizni tutib. Bu yerda Xitoycha naqshlavada Şöyle fan xavbangyam, yani biz liping duygunimiz, Şihujuyi xav. Şunda bir naqshlar var hamda. Masalan, sotsializm yaxshi, Meyo Gongsandan, Meyo Shinjungu degan naqshlar var hamda. Meyo Gongsandan, Meyo Shinjungu degan mush kommunistik partiya bo'lmagan bo'lsa, yangi Jungo bo'lmaydi. Bu naqshlarning hammasiniki endi Xitoycha o'qiymiz, bu Uyg'ur bolalarning hech qaysi Xitoycha biladigan bolalar yo'q deyarlik. Lekin shunda bo'lsa, majbur o'qitadigan gapda uni o'qiyamiz tayoq uningga. Shuning bilan majbur o'qiymiz buni. U naqsha 1000 dak odamning hammasining ovozi moslish bir xil chiqmagicha, hatto 1 soat, yarim soat shu naqsh o'qish bilan, moslashtiruvchi o'qitadigan gap qayta. Andan keyin tamoqni berdi. Bu berdigan tamoqi, ya'ni bir tal girdi. Ya'ni o girdini shunda sundursak, uning ichidan ko'rdi un tushadigan gap, un to'kiladi. Endi yemay amal yo'q, yeymiz. Kechda berdigan bir suyuqash va bu suyuqashlardan ba'zida hatto sochqon chiqqan yerlar va ichadigan qochillarimizdan chiq. Shuni elib tashib yemay amal yo'q. Endi ba'zida uningdan har xil qurt qo'ng'izlar chiqayotgan o'shdan. Hali chivin chiqayotgan, yili har xil yo'g'on qurtlar chiqayotgan. Onu yeydigan tamoqlar shu darajada. Endi buni mushunchalik tushuntirsak bo'ladi. Buningdan tushuntirishga kishilarning shaxsan meningmi ichim aytishdi, boshqalarning ichini ochiq qilishni xohlamadim. Uningdan keyin turmadan 3 yilni to'shqizib jamiyatga chiqdik. Jamiyatga chiqqandan yo'q, jamiyatda hamda bizningki bu hayotimiz faqat maktabda o'qish bilan o'tgan ekan, jamiyatga chiqqandan keyin bu jamiyatga biroqlalik turmadan ishtirilib chiqarilib qolgan ekan, jamiyat hech qanday bir qaysi kasb bilan shug'ullanish, nima ishlarni qilishda bir tamtirab qolamizda jamiyatda yurgan bo'ldik. Uningdan keyin bu turmada siyosiy jinoyat deb bu tuhmatlar ortilib chiqqan har qanday odamga nisbatan buning kimligi kimlikka bir arxiga turg'izilmoqda. Ya'ni bu hokimiyatni ag'dirish qarshi, hokimiyatni ag'dirmoqchi bo'lgan, ya'ni siyosiy jinoyatchi deydigan bu bizning kimligimizda bu o'rtaq zuytiklik. Bu Xitoyning sharoitida biz jamiyatga chiqqandan keyin mayli bir shahardan shaharga mangli yoki uydan ma'lum bir yerga borili, bu jarayonda qadamda bir degidek tekshirish punktlari var hamda. Bu Xitoychilik chozi deb qo'yamiz. Bu tekshirish punktlarida kimligimizni tekshirib o'tkazishga to'g'ri keladi. Shu yerda masalan 10 odam bir mashinada bir yerga minib to'sqan bo'lsa, 10 odamning hech bo'lmaganda 4-5imiz shu siyosiy jinoyatchimdi. Qolgan 5-6 odam hamda normal odatga puxra bo'lgan bo'lsa, shu 10 odamning normalda 4-5imiz siyosiy jinoyatchi bo'lib chiqamiz hamda. Shuning bilan buni akirib yana qaytadan gap so'raydigan gap. Sen shu o'zingning saqchisiga telefon qil, ya'ni yurtingdagi saqchiga telefon qil deydigan gap. Uning bilan telefon qilib, "Abi suhbatlashib turyapmiz, masala yo'q, u bu" desa, u yerdan qo'yib berdim. Bir soat shu yerda o'tib ketadi-da. Endi yana menga odatda
Bizninki Nay bilan shaharning oraligi 80 kilometr keladi. Shu 80 kilometr keladigan doirada 4 dona tekshirish punkti bor endi. Shu 4 dona tekshirish punktida tuniga normalda yarım soatdan kessa 2 soat vaqtimiz tekshirish punkti o'tadi. Demak, bu yerda yashash muhitimiz musholat bo'lib ketaylik. Shuning bilan biz shaharga kirgandan keyinmi, shaharning har ko'cha do'qlarida tekshiradigan tekshiruvchi xodimlar va soqchilari qurolliq. Yo'lda ketib olsak, matta chaqiradigan gap demaka. Borgandan keyin kimligingni ol. Kimlikni olgandan keyin tekshiradi. Qaraslar yana bizning kimlik talabi siyosiy jinoyatchi degan bu chiqadigan gap arxivimizdan. U yerda yana bizni akirib yana bir muncha so'rab. Demak, biz sirtqi uydan sirtqi chiqdikmi bo'ldi. Bizningki mana bu shunda yashash bir hayotimiz har qachon bir tahdid, har qachon bir xavf o'zimizga kelib turayotgan. Hatto uylarimizda xotirjam bir turadigan gap yo'q-da. Odatda uylarimizda biz demelib uxlaydi, kech soat 1-2, soat 12, 11 mush atroflarda biz uxlagan bo'llar. U yerdalikqa ishkin chekib, "Voy Abdurahim, sen qani?" deb chaqiradigan gap yo'q bizni. Shu ishkini urib kiradigan gapda. Kirgandan keyin biz uxlayotgan bo'lamiz, yotgan bo'lamiz bolalarimiz bilan. Shuning bilan hamma yerlarni maltirab, aqtirib. Odatda bir Arabcha yeziq chiqqan har qanday bir varaq chiqib qolsa yo'q biz. Akirib 3 yil, 5 yil. Uning qiliqi sot ochadigan, sot deydigan narsani bilmaymiz u yerda. O sot echiladigan kishilar kimlar desa, masalan, odam o'ldirgan yoki ma'lum bir siyosiy maqsadlar bilan shu Xitoyninki amaldorlarni o'ldirgan, cho'ng ish qilib bir faoliyat elib borganlarga nomda quruq sotni echib e'lon qilgan bilan kichik, ya'ni ayda uydan Arabcha yozilgan varaqlar, Arabcha diniy kitoblar chiqib qolgan yoki o'ylarimizdan cho'ngroq hijob xarakterdagi kiyim-kechak chiqib qolgan yoki bir bizning bolalarimiz, farzandlarimiz biri Qur'onning oyat harflarini o'qib qolgan, buni birisi chiqib qo'ygan, avvalda bo'lib qolgan ekanlar. Buningga shu sot echiladigan gap yo'q. Shu 3 yil, 5 yil, 10 yil shu qog'ozni tutqizib qo'ydi. Avval bu. Demak, bizniki vatanda turmadan chiqqandan keyin menga o'xshagan shu siyosiy jinoyatchi deb qaralgan, ortilmush jinoyat ortilgan qarindoshlarniki yashash mumkinchiligimizning doirasida tarayib ketaylik. O'tda xotirjam turmoqlik. Odatda bir soqollarimizni bir hafta, ya'ni 10 kun olmasak, endi inaklarimiz qop-qora qardab qoladi-da. Bu jarayonda sen vahobiy ekansan, sen terrorist ekansan, soqol qo'yapsan. Shuning bilan u xotirjamlik bo'lmayotgan. Bu normalda bir yezida yashagan odam deganning bir hafta, 8-10 kun bu soqollarni olmay qilish normal avval. Chunki u yezi deganda dehqonchilik, teriqchilik ishlari bilan shug'ullanadigan shug'ullan ekan. Demak, ayollarimizning yog'liqlarini hijob deydigan narsa asla mumkinchilik yo'q-ki vatanda. Odatda bir yog'liqni mana oldidan chigib yashash holatida ayollarimizninki shu qadar bir qo'rqinch ichida. O farzandlarimizga asla diniy ta'lim tarbiya deydigan gap yo'q. O masjidlarimizga odatda 18 yoshdan tuyan kishilar kirishga bo'lmaydi deb buni yozib qo'ygan bilan u yerga siyosiy jinoyat va bizda kishilar kirolmaymiz. Onun ustiga hukumatga munosabatlik hukumat xodimlarininki 3 avlod urug' tuqqanlar hammasi kirishga ruxsat yo'q. Ya'ni dinga e'tiqod qilishga bo'lmaydi degan qoida borda. U nuqtadan bu bizningki diniy ibodatlarimizmi o'zimizning oilasida bo'lsin, masjidlarimizda bo'lsin, har qachon cheklanmishida. Biz sirtlarga chiqish mumkinchiligimiz yo'q. Bu jarayonda biz cho'qim bir yashashimiz kerak, ma'lum bir tijoratlarni olib berishimiz kerak. Biz yashash uchun ma'lum tirikchilik, o'zimizningki bir iqtisodiy kirimni oshirishimiz kerak. Lekin buningga bizda undan mumkinchilikni asla topolmaymiz. Nimishqa bir tijorat qilaylik, bu tijorat qilish uchun u yerda har qachon biz tekshirilayotgan. Biz masalan bir do'kon ochildi desak, odatda do'konda har 3-4 kunda bir kelib tekshirib, sen nega bo'lding, nima ish qilding, kimlar bilan ilishyapsa, do'konga qanday odamlar kiryapti, sen ular bilan nima deyishding. Demak, har bir do'konning oralida birdan kamera o'tadi. O kameraninki bizning do'konga kirib chiqqan odamlarning hammasi görüntüleri ko'rinib turgulikda. Bu holatda avval bu
Unda olgandan biz özümüzden kelik özara ağını birodarlarımız, urug' tuqqanlarımız bilan bir xotirjam kurish ahvollarimizni tasavvur qilolmaymiz ki. Ahirida biz yashash uchun bu yerda hech qanday bir mumkinchilikni topolmadik. Demak, oxirgi hisobda yana shunday yashab olsak, ma'lum vaqtdan keyin bizning beshimizga keladigan ig'ir bir tahdidni his qildik-da. Chunki biz bilan birga yashayotgan normal holat tirikchilik qilayotgan qarindoshlarimizning nurg'unlari shu yo'lda uning sababi nima bo'ldi desa, u yoki bir o'zaro 6-7 bola yig'ilib o'ylarda namoz o'qib qilganlar yoki juma vaqtlarida jumani ayrim o'qib qilganlar ba'zi masjidlarga esib qo'ygan Xitoyniki kommunistning bayrog'i bor. Ba'zi qarindoshlarimiz bu bayroqni olib tashib o'tganlar. Ba'zilarining o'ylaridan har xil diniy materiallar chiqib qolganlar. Shuning bilan bu qarindoshlarimizning hammasi kesib ketganlar. 10 yildan, 15 yildan, 20 yildan, ba'zilar 5-6 yildan. Demak, shu Urumchi voqeasi bo'lgandan keyin 5 yilning tagida kesadigan ish yo'q. Shu 5 yilning yo'qursidida. Hamda Urumchi voqeasi bo'lgan vaqtda Urumchida men Uzanba taksi haydaydim. Urumchida bo'layotgan bu qirg'inchilikni ko'zimiz bilan ko'rdik. Nurg'un qarindoshlarimizdan ayrilib qoldik. U voqeaga hech qanday munosabati yo'q, hech qanday xabari yo'q nurg'un bolalarning tutilganini ko'rdik. Hadis bir misol olsak, o'sha Urumchining Xaba ko'chasida mening bir dukanim bor edi, telefonxona. Bu telefonxona do'konda men bir bolani o'ltag'izib qo'yganda bir inimizni. Biz bilan bir mahalla inimizdi. Bu bola shu Urumchi voqeasi bo'lgan kuni menga Urumchi voqeasi bo'lib 2-3 soatdan keyin bu telefonlarni to'xtatdi butun. Shu telefonni to'xtatishdan ilgari menga telefon qildi-da. Aka, shu vaqtda men shu yo'lda to'slab qilib, menga ma'vatgan taksida. Aka, shu mahallada shunday ishlar chiqib ketdi, men qanday qilaman dedi. Ukam ishkini taqang, ishida medilmay sirtga chiqmay o'tirang. Dedim, shuning bilan ishkini taqdim, men sirtga chiqmadim. Ishkini teshidan qulib salyaptim aka dedi. Shuning bilan ertasi bordim, basam ishkini ichmadi bu bola. Shu ishidan chiqmay o'tiraqli qo'sh bola. Uningdagi 7-8 kun o'tgandan keyin tutib ketdi. U bola 7 yil kesdi. U kesgan hukmnomasi nima debdi desa, bu bir mashinaga o't qo'ygan, 4 Xitoyni o'ltirgan. Shunday. Ashunda bu bola agar rost ashunda qilgan bo'lsa, bu bolaga u Xitoyning qonunida etish hukmi keladi-da. Uni o'ltirdi, atadi uni. Lekin u degan o 4 odamni o'ltirgan bir mashinaga o't qo'ydi deganning o'ziga isbot topolmaganligi uchun 7 yil kesiklik. U bola taxib shu chog'ning o'zida 16 yoshga kirgan bola. Uning bir ojisi bor-da, ojisini hamda ismini deyishning toza o'rni yo'q. Masalan, shu ojisining o'zini 13 yil kesiklik. Shu Urumchida shu Urumchi voqeasi bo'lgan oqshomda butun aqtirib bostirib kirgan vaqtning o'zida bu yerda 6 qiz bir uyda arabcha o'qitish bilan shug'ullanayotganda shuning bilan bu yerga bostirib kirib shu o'qish yerda materiallar bilan birga tutib chiqib 13 yil kesiklik. Boshqa qizlarmi? Shu qizlarning hammasini. Masalan, shu keyin bu qizlarga hamda quruq nomdagi sotni ochdi, lekin inimizga sot ochmaydi kasdi 7 yil. O qizlarga sot ochish sotiga bordik. Hamda ularningki qizlarningki o qadar mustahkamligi degan hamda ajoyib bir tarixda mo'jizalar yaratilgandek bir holatlar shakllangan qizlarningki ashadagi qarshi fikrlari shu Xitoylarningki sotchilarga. Demak, mana holat shu vaziyatlarni ko'zimiz bilan ko'rgandan keyin bu 2009-yildan keyingi Xitoyningki bu besimi kundan kunga texim ochdi degan gap. Biz ma'lum biz o'zimizningki tug'ilib o'sgan ma'lum bir yurtdan shu vatanimizning ma'lum bir hissasiga berib yashash mumkinchiligini topolmadik. Chunki u yerga bir necha xillik yili yashil karton bormi? Yili sening aloqang har haftada ko'rishib turamsan yurtingdagi saqchilar bilan. Sen bu yerda kimlar bilan ko'rishib, nima ishlarni qilyapsan? Hamma tafsillar har haftada 2-3 qatim bu bosh og'rig'idan qutulolmagan gapda. Bu tijoratlarimizmi rivoj topmay, tijoratlarimizni oqmayotgan. O tijoratlarimiz hatta bir xaridor bo'lib, xaridor bilan suhbat qilayotgan bo'lsak, tijorat ustida bir savdo qilayotgan bo'lsak, bular kirdimi bo'ldi. Bu savdimiz savdo bitib qoladigan gap, ishga taqib telefon gap. Holatmi o'sha? Demak, 2009dan keyin bizning nurg'un qarindoshlarimiz tutilib ketdi. Nurg'unlar o'ldirildi, ayrilib qoldik. Demak, mushularga shunda nazar solgandan keyin bu qo'rqinchning bizning beshimizga kelayotganligini his qildik.
Bizim her kaçan turumuz yeni kilami bizni tutqun ət kilami. Çünki qarindaşlarımız bilan biz birga namoz o'qigan, ular bilan birga o'ltagan, birga yugan, ba'zilar bilan birga hamkorlashib tijorat qilgan. Bularning nurg'ulari yo'q. Yoki o'ltirildi, yoki turmalarda muddatsiz kesildi, 10-20 yillik kesildi bo'lgan ekan. Bu kun bizning boshimizga kelib o'tdi. Endi biz qanday qilishimiz kerak? Biz shu yerda shuni saqlab turishimiz kerakmi? Endi cho'qim biz o'zimizningki hayotini bir kipilligiga qilishimiz kerak. Demak, bu nuqtadan biz qurbimiz yetganicha bu Xitoyning chegara doirasidan cho'qim qutulmay turib, biz bu hayotimizni qutultirishga ko'zimiz yetmadi-da. Endi bu jarayonda men turmadan chiqqandan keyin to'y qilgan bo'ldim. Bu jarayonda hamda 4-5 farzandlarim bor bo'lgan bo'ldi. Demak, mana mushada men o'zimning bir turmushini 4-5 farzandlarimni tashlab, bu Xitoydan chiqishga albatta majbur bo'lganlik. Chunki u yerdan chiqmasam, mening beshimga qanchalik bir qabohatli, qo'rqinchli kunlarning kelayotganligi ko'rinib turug'liq. Chunki qarindoshlarimning hammasi yo'q. Turmalarda yoki o'ltiriliblik. Bu kun mening beshimda pat-fursat kelishi mumkin. Bu aniqligi. Demak, oxirida izlandik taraf-taraflardan oxirisida Xitoyning ichki o'lkalardan shu chetga, ya'ni sirtqa chiqayotgan bir yuchuqni bayqidik. Bu yuchuqqa biz o'zimizni, chunki bu yo'lda bir o'lim ko'zimiz ko'rinib turyapsimi, shu o'limga tavakkul qilib chiqdik bu yo'lga. Biz hayotimizni bir kipillikka qilish uchun. Chunki bu o'zimizning tug'ilib o'sgan vatanida bir hayotligimizga kipillik qila oladigan bir ishonchimiz o'zimizda bo'lmagani uchun oxiri mana shu o'lim bo'lsimi, bir qor yo'li bilan chiqishga tavakkul qildik. Oxirisida 2013 mana shu qor yo'li bilan bu yo'lga atlandik. Oxirida Xitoyning ichki o'lkasiga kirib, bu yerda ko'rmagan kunlarni ko'rdik hamda. Oxiri shu Xitoyning chegarasidan o'tdik hamda shu Xitoylarga pul berib, Xitoylar o'tkazgandan keyin bu o'rim bularga bagidimiz hamda taxmin shaxsan meningki shu vatandan ayrilib tam o'sha Turkiya kelgichi bo'lgan oraliqda Xitoy pulisida 40 ming ko'y Xitoy pul ketiglik hamda. Shu 40 ming ko'y Xitoy puli bilan men Turkiyaga keldim. Mana shu Xitoyning chegarasidan ayrilib Turkiyaga kelgichi bo'lgan oraliqda 40 ming ko'y Xitoy pul ketibdi. Hamda bu safar jarayonida nurg'un qarindoshlarimiz o'lib ketdi. Jasadlarini ko'mib qo'ygan bo'ldik. Ba'zi ayol hamshiralarimizdan jasadlarini shu yerga ko'mib qo'ygan bo'ldik. Shu ayol hamshiralarimizdan farzandlari turibdi, mana shu yerda bir ikki farzandlari. Ba'zi ayollarimizda ayni shu Xitoyning chegarasidan chiqqan chaqda hatto qo'soqlarda bor, oy kun to'shab qolganlik, 8-9 oylik vaqt to'shab qolgan holatda tavakkul qilib meng'iliq. Hatto shu o'rmonliqlarda, shu safar jarayonlarida yangilik, shu ayollarni zambillarga selib, bolalarni ko'tarib, oyda ilib chiqiliq. Ba'zi ayollarimizdan jasadlarini tashlab qo'yganlik. Hatto biz shu yo'lda mengish jarayonida bizning oldimizda o'tgan ayol hamshiralarimizning jasadlarini ko'zimiz bilan ko'rdik. Shu ayol hamshiralarimizning kiyim-kechaklarini, tashlab o'tgan kiyim-kechaklarini ko'rgan bo'ldik. Demak, biz Uyg'urlarga munosabatlik har xil kiyim-kechak yoki ba'zi bir xil sumka, ba'zi yemak-ichmak, u narsalarning shu tog'dan dumalab ketgan, o'shalar yali to'g'an holatini ko'raylikda. Ash holatida bu tog'dan o'tdik. O tog'lar onda til bilan tasvirlab berdik, tog'lar emas u. Qodatdan o'tdinglar. Endi bu davlatlarni birma-bir sanab berishning to'g'ri topmadim men, chunki uni sanab berishga keyin bizdan keyin bu qarindoshlarimizdan yana shu yo'llar orqali chiqish mumkinchiligi bor. Endi bu nuqtada men bu davlatdan manda o'tdik deb buni tafsili deb bersak, keyingi qarindoshlarimizning bu yo'lda menib o'zining hayotini qutultirishida Xitoydan tahdid kelib qilishi mumkin. Shunga biz o'tgan davlatlar o'tirdiki ba'zi aniq bir belgilarni desak, keyingi qarindoshlarimizning bu yo'lda menishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Demak, shu qadar qiyinchiliklar bilan oxirisida kelib, ma'lum bir davlatda 1 yil ming'amay saqlab turdik. 1 yil saqlab turish jarayonida hamda bu xalqaro oshkor bo'lib ketdi, shu Malayziya tug'dimiz hamda. Endi Malayziyani deyishimizningki yushirishimizning hojati yo'q, lekin uningdan ilgirki davlatlar shu holatda bir mavhum qolgani yaxshi. Ondan keyin bu jarayonda
mana shunda bir qiyinchiliklar bilan bu Türkiye'ye yetib kelgan bo'ldik. Türkiye'ye yetib kelgandan keyin mana Türkiye inshaalloh bizga bir quchoq ochgan bo'ldi. Mana bu yerga kelib boshqacha bir hayotni ko'rdik, boshqacha bir yashashni ko'rdik. Masalan, yashayotimiz o shahardan bu shaharga ketyapmiz. Birisi bizga qani kimliging, sen kim, nereden kelding deydigan bir gapni ko'rib boqmadik. Mana shu men kelgan 1-2 yilga yaqin vaqtdan beri. Endi vatanlarimizda normal hesapda 5 kilometr yerga mangamiz desak, bu tüyünüge 2-3 tekshirish punktida o'tmay mangolmaymiz. Lekin mana bizga bir quchoq ochgan yot bir el, yot bir vatan qarasak, mana 1,5 yil, 2 yilga yaqin vaqtdan beri hech qanday sen kim deydigan, bizni sen nereden kelding, kimsan, nima ish qilsa bu yerda? Sening kimliging qani? Unda gapni anglab boqmadik. Mana bu bir hayotlik ekan. Hamda biz bu yerga mana shu zulmdan o'zimizning bir hayotligini kepilligiga qilsak degan maqsadda chiqdik. Inshaalloh bir hayotligimiz kepilligiga bo'ldi. Hamda vatanlarimizda nurg'un qarindoshlarimizning hayot kepillik yo'q. Ular o'zining yilimi, atimi bu Xitoy tarafidan kelgan bu bostirishlarningki, bu qirg'inlarningki, bu qabohatli bir dahshatliniki qaysi kunda qachon kelishini bilmaydi. Mana shu holatda bir qo'rqinch, andishida vatandagi qarindoshlarimiz shu holatda yashayapti. Chunki biz bu yashab boqqan hayot. Alloh razı olsun. İnşallah bu sayede bizning ko'rgan bilganlarimizning ayab o'tirishning hojati yo'q. Men 95-yili Xitoyninki aşı bizning Sharqiy Turkistondagi, ya'ni vatandagi o'zi bir qo'llab qo'ygan bir oliy maktabda o'qigan bo'ldim. Shu maktabga qabul qilinib kirdim. Undan keyin o maktabda o'qish bitishning oxirgi yilida maktabda bir siyosiy faoliyatga qatnashdim. Ya'ni o qatnashgan siyosiy faoliyat nima deganda, shu biz maktabda namoz o'qiydik, Ramazon mezgilida ro'za tutdik. Ondan boshqa juma kunlarida juma namoziga qatnashdik. Ba'zi maktabdagi saboqdoshlarimiz bilan sanoqli bolalarda ular bilan ancha-muncha bir diniy mazmunda parangli fikr almashtirdik hamda. Demak, sabab shu. Hamda namoz o'qigan vaqtlarimizda namoz o'qiganlarimiz pashop qilg'iliq. Shuning bilan bu sen maktabda o'qib diniy ibodat qiladigansa, dinga ishonadigansa, demak maktabning qoida tuzumiga bo'ysunmiding degan gap bilan tutib akirib ketdi. Undan keyin tutib akirib so'roq jarayonida nurg'un tuhmatlar ortildi. Sen maktabda tashkilot quribsa, terrorlik tashkiloti quribsa, terrorlik tashkilotiga rahbarlik qilsa degandek har xil tuhmatlar bilan qaralangan bo'ldik. Bu qaralansaqmi, undan ming tenib olamiz, tan olmaymiz deb ming tirishsaqmi, u yerda bizga bo'lgan besim, ya'ni qiynoq, bizga yetadigan urib qiynaydigan, ondan boshqa har xil esib qo'ydigan degandek har xil qiynashning usullari har xil bo'lgan ekan. Bu jarayonda bu majbur shu qiynoq jarayonida bizni majbur o'zimizning imzolarimizni elish, so'roq xotiralarida bu so'roq xotiralarga biz demagan gaplar yozilib, buningga o'zimizningki barmoqlari majburiy bostirilib degandek bu holatlar bo'lishi tabiiy ham bo'ldi. Turmalarning ahvoli qanday? Biz tug'an turmalarning ahvoli, masalan, meni dastlab tutib akirgan vaqtda akirgan turma taxmin 10 ping-pong deb qo'yamiz. Xitoy ping-pong uyg'urcha 10 kvadrat metr. 10 kvadrat metr kilo kelmaydi degidek. Hamda uninki şu holatda bir egizligi taxmin bir 30-40 sant egizlik tikirildi kagidak. Şu uyninki yerimiga bir karvat urulashtirganlik muhim. Şu vaqtda biz meni turmaga akirgan vaqt şu Xitoyning eng jiddiy bir paytida, ya'ni
Şangangni elish bilan Ovminni elish. Shuning o'ttirisida Ovminni elishga tayyorlik qilayotgan bir paytida, jiddiy bir payt. Şu vaqtda şu 10 kvadrat metr kelmaydigan bir yataqqa kirgan bola 16. 16 balına kirdi. Şu ben kirsem 15 balı varken ben bilan 16 olduk. Endi bu 16 balı qanday yatibdi bu yataqda degan gap chiqadi endi. Bu 10 kvadrat metr kelmaydigan yerda bu odam tasavvur qilolmaydi yetishni endi. Şu vaqtning o'zida bu 10 kvadrat metr yataqninki eshikning tubida bir chiyilak deymiz, kichik bir tun qo'yoqliq. Bu tun hamda bolalarninki hojatini qiladigan tun hamda. Bu hojatga chiqmaydi-da. Hamda bizcha xala deb qo'ymizmi? Shu eshikni tubida qo'ygan shu chiyilak hamda shu xala bizga nisbatan. Bu 16 bolaninki kechda yotgan vaqtimizda karvatning ostiga 4 bola kirdi. 4 bola karvatning ostida yotadi. Karvatning ustida 6 bola yotamiz. Şunun bu 6 bola aylıqmada normal holatda manda o'ngda yotsak batmaymiz. 6 bola aylıqmada yeni yatımızda tek bir-birimizga shunda zid choptishib. Şu yeni muşunda bir yetib olamiz, aran muşda sig'dilishib 6 bola patimiz. Ostida 4 bola pat yotadi. Onu oldu. Qolgan 6 bola aylıqma karvatning ostida bir pas va bo'shliq. Bu yerda yotadi bu 6 bola. Bu 6 bolaninki yetish avvali hamda bu ajoyib bir tasvirligini olmaydi. U bolalarning ba'zilari hojat qiladigan chiyilak tunliva uyilib uxlab o'tib buni o'riytib olgan. O qarısı bu pastda yotgan bolalarning hammasi buzg'unib ketayotgan. Bu ses puroqchilar, puroq. Bu hamda tasvirlash ajoyib bir hamda shu qadar bir odamninki ko'ngli ko'tarmaydigan bir maynachilik bir. Buni demak shu yerdagi bir zulmning naqadar bo'lganligini bildiradigan gapda. Hamda u sirtqa hojatga chiqmamdi deganda chiqadi. Faqat har kuni bir qatim ash chiyilakni birsimiz ko'tarib sirtqa chiqamiz deb to'kkini. Şu jarayonda bir sirtqa chiqib olganimiz xo'sh biz. Hamda uni chiqib bekalab kirimiz. Eliqi chiyilakni bir chaqab juyib olay desak unmaymiz-da, unmaydi. Uni juyishga ruxsat yo'q. Eliq chiyilak degan ses burab ketgan, ekirib qo'yimiz uchiq turdi, og'zini yopadigan ish yo'q. Aşağıda turadigan gap, hamda uyga kirgan bolalar degan geliqi bu tayoq to'qmoq qiynayotgan, uning ustiga uning berayotgan yemak kunda et deganda bir tal mo'ma, kechda 2 tal mo'ma, demak 3 tal mo'ma yurdi-da. O mo'ma bilan ichadigan narsa nima? Shu quruq suv. O suvning ba'sati. Endi suvni sal normal holatda desak berdim-da. Shuning bilan u yerda bolalarni ichib surib ketayotgan tayoq to'qmoqlar, o issiq tinjiq bu issiq o'tib ketayotgan, bu ich surab ketayotgan demak bu yerda bu 16 bola qarab turadigan gap hamda chiyilak shu hojat qiladi hamda bu ichidagi sesqichilikni hamda ko'ngil bo'lishida insonning. Demak holat shu. Turmining avvali shu biz men kirsam. U yerda o'zaro paranglashsak chiqib uradigan gap urayotgan kaltaklar bilan. Ondan keyin bu turmida 6 gün so'roq qo'ydim, 6 gün so'roq qildi. Bu so'roq jarayonida dastlabda akirib 24 soat esib qo'ygan bo'ldi. Bu esib qo'yganda shu qo'limizni shunda olib bog'laydi. Shu bog'labla asida putimiz yerga tegmaydi hamda. Aş holatda 24 soat esiqliq turgan bo'ldik. Bu jarayonda bu qo'l, badan hech qanday sizimni yo'qdi ekan, hech narsani sezmaydi ekanmiz. 24 saatdan keyin shu yerdan tushadi, shu tushgan ekan bu putni turolmaydi ekan desam, shu qo'limiz nasl pokut shu bir narsani tag'on tashigandek ish qiladi ekanmiz. Undan keyin mangdisi mang'in olmaydi ekan. O 24 saat esiqliq bu putni mushda turgan ekan, u mang'in olmaydi ekan, mang'olmaydi ekanmiz. Shuning bilan shu urib so'qab do'shkalab akirdi ekan so'roq uyga. O so'roq uyda hamda so'roq uylari hamda shu qadar vahshiyda qarsak tamlar degan qon o o'ylininki tamladi. Demak shu bolalarning qonlari bo'lishi mumkin deb o'yladik hamda. Undan keyin bir shunda bir shira qo'yoqliq, shiraning bu tarafida bir eski bir qattiq bir o'rindiqdim shaxsan o'ltadim. O'ltagandan keyin shu urib so'qab yutilib akirib to'xtatib qo'ygandan keyin o'ltadim.
Ondan keyin 3 aydan kirdi. Kirib hali yulg'un deydigan bir daraxt nima bor? Cho'lda o'sadigan yog'ichi bak qattiq buning. Aldirab sunmaydi. Shu yulg'un tayga tayyorlalik 7-8 tal. Mushunda tomliqda 7-8 tal yulg'un tayga tayyorlıq ekan. Kirdi 3 ay, oyada bir o'ltiraqliq. Shuning bilan 4 kelib tayoqni oldi, shu o'ltag'andan keyin qo'pa onun dedi, qopdim. Putimni kari dedi, putimni shunda karidim. Shu bo'ynimdan birsi besib, shu tayoq bilan uryapti. Voyjon demedim, endi voyjon debsam, sen voyjon demeding deb uryapti. Ondan keyin voyjonmi dedi, o uytdi ekan tayoq degan. Ondan keyin yüzümüzü taşıvattık, yıkılsak tipivatdı, uruvatdı, sancıvatdı. Yok avvalla şu anda. Ondan keyin bir vaqtda endi bir narsa bilmege o'xshaymi? Hech qiyitini deb muxti bir chaqdi ko'zimni olsam, meniki bir jiroq bir tuqqan keldigan bir tuqqanim bor, onam tarafdan jiroq tuqqan keldigan. Shu mendan bir hafta burun tutib kirib ketgan. U yerdan keyin meni shu tuqqanimiz bor yerga kiribdi, o bizning tuqqanligimizni bilsa aslo kirmaydi. U yerga kiribdi, qarasam shu turdi, mening beshimda fichamni tutib yig'lab o'tirib, shu dim yetibdimi? Shunda mudiray deb mudirsam mudirg'in olmaydi. Shunda tutsam mushkasalarim mushal degandan shu baldoq qo'llarim shunda quta vurildi. Tayoqning izlari degan shunda chiqibdi, qanab, terilar degan chiqib ketibdi. Undan keyin yana chiqdi so'roqqa. Etsi chiqib, mening menga qilgan usulim nima? Shu daryanda sen mening qo'lvatsan, sen shu maktabda shunda teşkilat qurding, hokimiyatni ag'dirma deydigan, terrorlik tashkilot qurding. Ya men qurmadim deyman, u qurding deydi. Demak shuni qoyil keltirma deb qiynayotgan qiynaq bu. Andan keyin bir yuqori besimliq bir chiroq bor-ku. 1000 watt, 2000 watt atrofidagi. Yuqori besimliq chiroqni oldimga kelib qo'ydi. Akilib shunda yerda shu bir yiqib qo'ysa, bu o'rindiq deganga biz chambarsiz bog'lab o'tiklikda. Shu shunda o'ltiramiz. Şu o'rindiq bog'laqliq, o qo'polmaymiz. Ya u yoq bu yoq bo'lolmaymiz-da. U o'rindiq deganning mekkan bu yagi bekitib o'tiklik o'rindiq bu. Şu aldığımızda göz aldığımızda muşunda yakın turda bir garip şekilde kemaydı çırak. Gözümüzü yumup kalsak gom kılıp sırttan çıkan urundukmu urdu. Çoçup turduğun gel. O men gözümüzü yumup alsak mı o yukarı besimlik çırak deganning o ta'sir o adamning bu armelishigini mümkün emasken o kallaram aldıramaydı ekanmizda. Bu vizdek kuydiki adamninki bu qiziq bir ag'irishdak arliqdan o'tdak bir yalqin keldi ekan. Demek aşağılatta 3 gün aldığımda çırak turuptu. Endi o ne alaka ifade kılıp oğunmaydı da bu kallı degende uyqa. Bu uflay desek bu uflaş mümkün mü ki o alette? Endi qanda tuğunumuzni endi Allah yani şunda bir basiretle berdi ekan. 3 günden keyin qarsak bu üzdigenden terisi kuyab, bütün teri uçup ketib echilib qopti üzdigenden terilari. Andan keyin akirib hech qanday majal hal deydigan narsa yo'q. Ondan keyin bu kallamizmi yüzümüzden emas. Bu bir nima da'vatidir, nima emas, uni ish qilib bir yüzümüzden hayotligini bilamiz. Ammo lekin u nima da'vatidir, bizga nimani zo'rlayaptidir, nima ishlarni shu qo'llanyaptidir, uni farq etgidek iqtidor ang yo'q. Şu mang desa mang'inimizni bilamiz, tuğ desa tuğ'inimizni bilamiz. Şu bir g'ov tushdak. Ondan keyin demak shu 6 kun aşağılat o'tibdi, 6 kundan keyin chiqiblar. Boshqa shu yotoqqa kiribdi. Boya degan eliqi shu qator yotoqda shu 15 dan 16 dan eng azlarida 13 dan shu yuqorisi dastlabki kirgan vaqtda shu yotoq 16 adam bu yotoq ekan. Undan keyin shu qatordagi boshqa bir yotoqqa kirdi. U yerda shu 13-14 bola bor ekan to'q. Undan keyin u yerdan cho'ng alayda cho'ng turmi bor. Bu alayda cho'ng turmiga ishlar bir taraf bo'linib bo'lganini olib kirdi-da u yerga. U yerga olib bordi, u yerda 40 kun turdik. 40 kun turgandan keyin qo'limizga bir qog'ozni berdi. O qog'ozda shu maktabda terrorlik tashkiloti qurgan, terrorlik tashkilotiga odam yetishtirishga mas'ul bo'lgan degandek u biz xiyolimizga kelib boqmagan, aslo biz tasavvur qilib boqmagan bir tuhmatlar borda. Demak, shuning bilan 3 yil
kesildi deb kesim nomini kirib berdi. Endi nima deymiz, nima qilamiz unaga biz? Shuning bilan o kesim nomini akirib turib, yana oraliqdan bir 10-20 kundek vaqt o'tgandan keyin bizni shu kesim chiqqanlarni yo'tkaydigan maxsus cho'ng turmasiga olib bordi. O turma Qashqa viloyatining To'qqizaq deydigan bir noyisi bor. To'qqizaq noyisiningki Mushi deb yezisi bor ekan. Bu yezininki Qashqa shahri bilan shu Mushining oralig'ida bir cho'l bor-da. Bir cho'l. Bu cho'lga qurilgan turma ekan bu. Endi bu atrof faqatla malaqa odam yo'q. Shunda cho'l, hamma toshliq. Shu yerga olib borgandan keyin u yerda bir 3-4 kun bizga shu turminingki qoida qonuniyatlarini o'rgatdi. Xitoycha naqshlari bor, Xitoycha naqshini o'qishni o'rgatdi. U Xitoycha naqshini o'qiyolmasak taqda yo'q u yerda. O'rganimiz majbur shu 3 kun ichida uni. Turmining qoidalarini yodlaymiz. Andan keyin ishga chiqadi. Majbur ish qildirdi u yerda. Bu yo'lda qurolliq olib mangdi. Shu toshliq shag'illik chiqqandan keyin bu yerda toshni tasqaymiz. Asli texnikalik nurg'un zamonaviy ilg'or mashinalar bor, odam kuchiga tayanmasin. Ammo lekin ularning maqsadi shu bizni qiynash bo'lgan ekan. Bizning kuchimiz orqali. Endi u biz shaxsan men maktabda o'qib, qo'limda hech qanday narsa tutib boqmagan ekan. Chiqdim birinchi kunisi, chiqqandan keyin menga bir tishang deb qo'yamiz. Buni uyg'urcha nima deymizki? Tishang bilamsiz? Tishang deb bir qurol bor, dehqonchilikda ishlatiladigan. Bunun sepi yo'q ekan. Shuning bilan yo'lda ketib turib bir jigdini kesdi. U jigdining har pitoqlari, har tikanlari bor endi. Shuning bilan uchini ushlab yasablam, tishangni saplab berdi. Amma dedi, "Voy, meni bir yasab olay desam, u yasash qo'ymaydigan gapda." Shuning bilan shag'alni tasqidim, 2 kun, 3 kun tasqigandan keyin o shag'alni endi yangiyachilikda tayoqni yeb turdik, vazifang bitmadi deb har kuni kirib urdi. Vazifang bitmadi. Keyin bu 3 kundan keyin bu qo'llarimiz hech qanday bir narsa tutib boqmagan, ish qilib boqmagan qo'llar bo'lgan ekan. O qo'l degandan qonab, yerilib, qalla degan eqiyotdi. Bunda medialar qilolmaydi, bu qo'l degan bunda qetib qilg'iliqda. Bunda igay desak, qilma yerilgan yerning ig'izlari ichilib qonab ketayotgan gap. Bu mudirlatgan olmayotgan. Shuning bilan Oş holatda bordimda bu Xitoy soqchining oldiga qo'lamanda bo'lib ketib tutolmadim tishingni. Men bir kun aramasam deganimni bilaman. Shu kelib charang'ilib urib ketdi maydonda nurg'un bolalar bor shag'illiqda. Ondan keyin majbur amal yo'q. O qoldi degan eqib turibdi, tishingni saptir degandan qon. Shu ashunda tas xudoq. Keyin 5-6 oy shu holatda o'tdi, kunab ketdik. Her gün şu birdiğin tamakı etigende bir tal girdi. Düştü bir tal girdi. Keçti suyu kaş. Hem de o suyu kaştan bayağı her xil narsa çıkıdı hem de bundan. Yili saçkan çıkıvadı. Saçkanlı mı çıkan kaçalarımızdan? Yili kurutkan kızlar çıkıvatkan. Hem de aşında aylık girdilerini şunda aslında olsa iş çıkıtadan onun tükülevatkan. O nallarından, o girdilerinin o işçiden ya çüvün çıkıvatkan bir narsa çıkıvatkan iş kalıp kurutkan kızlar. Yil saçkandan ayakları çıkıvatkan onundan. Demek yemeklerimizden halatı mı şu? Demek şu halette 3 yıl ötkezdik. Ondan keyin jamiyatga chiqdik, jamiyatga chiqqandan keyin shunda o jamiyatni qarasak, hech bizga jamiyat bor o'rin bor emas. Chunki biz maktabda o'qish hayoti bilan o'tgan ekan, jamiyatda bir tijorat, bir sohaga aralashib qilish bu biz nazariya amaliyotga mos kelmayotgan. Shuning bilan jamiyatda nima ish qilishni bilib o'qicha bu tarafdan bu Xitoyning zulmi tek bo'layotgan, chunki turmada siyosiy jinoyatchi deb qaralgan kishining har qanday turmadan chiqqandan keyin buning kimligiga tabiiy arxiv materialiga kimligi kirgizildi. Bu siyosiy jinoyatchi hokimiyatni ag'darmoqchi bo'lgan bu degandek. Demak biz qanday bir yerga boradigan bo'lib qolsak, tekshirish punktlari tekshirildiqlar. U biz saraydi bizning kimligimiz. Sarıgan dikenli sakçı kelip geldiğinde tuttu da sen hakimiyet ag'darma degan jinoyatchi ekansan sen. Demek sen nega olmoqchi, nima ish qilmoqchi, nereden kelding, ruxsat oldingmi saqchangdan o bu. Demek biz o'zimizning shu jinoyatini 3 yil turmada yetib yurib chiqsakmi jamiyat bo'layotgan ish bu.
Şunun bilan o yurt saqçılığı telefon qilib atgan bu qanda adamda masir bir yerga mangmoqchi ekan, yo Qashqar shahriga mangmoqchi ekan, yo Aqsuga mangmoqchi ekan, mangsa bo'lamdi, ruxsat olganmi, sendan xabaring bormi yo'q? Uni so'raydigan gap. Andan o saqchi qo'pab, "Voy, xabarim yo'q" desa majbur qaytirib yetadigan gap. Xabarim bor. Yoki bas bo'ladi, u bu biz ruxsat qilgan degandek gaplar bo'lsa, xotirjam mang'alaymiz hamda. Hamda u bizning yurtdagi u saqchi bizga xabarim bor. Bu shu yerga bas bo'ladi, u bu deyish uchun, demak biz bu yoqqa minishdan burun buni albatta mehmon qilishimiz kerak. Uningga bir az to'la bir iqtisodiy jihatdan biz voy so'jan, voy saqchi deb buni yaxshi muomala bilan qilmasak, o bizlarga bir yerga berish uchun o tekshirish punktlari bu telefon qilsa, buningga voy bu ma'nus bo'lmaydi dedi, bizni qaytarib o'tishga sabab bo'ladi. Shuning uchun biz har qachon bir yerga menish uchun voy so'jan u bu deb buningga bir yaxshi yoki pul yurib degandek yaxshi telefonlarni berib ish qilib bir muomalalarni qilishimiz kerak-da buningga. Aşağılatda o'tadigan gap hamda. Bu jamiyatga chiqqandan keyin bir tijorat qiladi deb tijoratga yoki do'konga bir ishga shug'ullansaqlar. Bu har qachon yani bizning orqamizda bu saqchi. Sen nima ish qilyapsan? Kim bilan aralashyapsan? Do'koningga kim kiryapti? Sen nima deyishding? Avval shu, chunki do'konninki har qanday bir do'konda hozir bizning vatanda har qanday bir do'konda birdan kamera. O do'konga kim kirdi, kim chiqdi, kim bilan qanday muomala qilyapti, hamma narsa ko'rinib turg'iliqda har qanday do'konda shunday. Kamera yo'q, do'konmi yo'q, kamera yo'q, uymi yo'q shaharlarda. Endi yizlarda unda bo'lanmaqliq. Lekin yizlarning har cho'ng do'qlida hamda shunday kamera bor. Demak, endi bizning maydan bu bir hayot yashash uchun bizning tamomiy imkoniyatlarimizga to'salg'ulik qilayotgan. Chunki bir xotirjam turmush yo'q, hech qanday tijorat qilmaydi ekanda. Meni do'kon ochsaqmi, o do'konlarimizni hamda ochib tursak, bir kun, 2 kun o'tmay kirib, yana bizni paysolga ketib, o do'kon bir kun taqilib qolib, o 3 kun ochib, 5 kun taqilib degandek do'kon vaqmaydi ekan baribir. Uning ustiga bizga har xil siyosiy tahdidlar. Sening aloqa yeshil kartang bormi, yeshil kartang bo'lmasa nima deb turding? Aloqa yurtdan telefon qilayotgan, sen bilan suhbat o'tkazdik. Sen uydan turayotgan shu shahardagi saqchilar bilan munosabating qanday? U saqchini yedimizga bizning telefonga chaqir, telefonda ko'rishimiz. Do'konni taqab u saqchini izlab berayotgan bizdan tavallikdik. Demak, bu jarayonlar ashunda. Demak, oxirgi hisobda masalan 2009-yil bu jarayonda ham men to'y qilgan bo'ldim. Undan keyin 4-5 farzandim bo'lgan bo'ldi. Endi bu farzand Xitoyda 2 dan ortiq farzandga yo'l qo'ymagan ekan. Bu farzand qanday bo'lib 4-5 bo'lib qoladi. Demak, biz vatanda, mahallamiz, yuzimiz tug'ilgan yurtda 2 farzandni tug'ilgan bo'lsa, bizning qolgan bolalar nada? Shu qachon yurayotgan gap, shu ayolning qo'zg'ida qoldi, shu yili u shaharga chiqib ketayotgan. Bolalarimiz shu ota-onamizning uyida qoldirib qo'yib, yili bu shaharga chiqib ketayotgan. Boshqa shahardagi og'inlarimizning shaharda bor uylarda yushurnib yurayotgan, uyada pash bo'lib qolsak, yana boshqa shaharga qochayotgan. Bu shunday holatda shu mukib yurib degandek, asosan 2009-yil Urumchi voqeasi bo'lishdan ilgari Urumchi bir xil kangirchilikda boshqa yerga boqqanda. Endi shu yerga ketib qolgan 2-3 farzandni shu yerda tuqqan bo'ldik. Undan keyin 2009-yil Urumchi voqeasi bo'ldi. Urumchi voqeasi bo'lgandan keyin bu voqeada Urumchining vaziyati biz tasavvur qilgandim ig'ir chiqib ketdi. Uyga bostirib kirayotgan. Bu yerda turish mumkinchiligimiz bo'lmadi. Shuning bilan boshqa shaharga, ya'ni ko'rlik o'tkazib boqqan bo'ldik. Bu yerda o'xshash Qozonning quliqi to't. Endi qanday qilish kerak? 2009-yil Urumchi voqeasi bo'lgandan keyin atrofimizda nurg'un bolalardan ayrilib qoldik. Nurg'unlar o'ldirilib ketdi. Nurg'unlar shu voqeaga qatnashdi deb. Nurg'unlarimiz, nurg'un qarindoshlarimiz turmalarda bo'lib ketdi. Sabab nima desa, shu yoki birlashib 5-6-8-10 bolalar namoz o'qigan, yoki birga bir ma'lum bir faoliyat qilgan, yoki 5-3 bola yo'llarda yugurib bir cheniqqan. Demak, o cheniq qilinmaydi. Yo'lda masalan odatda bir atigan saharlarda shunda yugurib mansaqmi, sen cheniq o'tib ketadigan gap. Nima maqsadi cheniqding? Maqsading nima? Avval shu. Demak, atrofimizda nurg'un yuzimiz bilan birga aralashib yurgan qarindoshlarimizdan, birga tijorat qilgan bolalardan ayrilib qoldik. Nurg'unlar turmalarda bo'lib ketdi. Demak, bular bilan elish jarayonlarida endi bu ko'zimiz shuni ko'rib yetdiki, biz shuni his qilib yetdikki, atrofimizdagi biz bilan elishgan bolalar hammasi bir-biridan turmalarga kirayotgan ekan. Bu bizning beshimizga bu xavfning kelayotgani aniq. Bu xavf patpusurati bizning beshimizga kelib qolishi mumkin. Chunki atrofimizdagilarning hammasi shunday musibatlar keliglik. Endi
biz bu yerda yushurnimiz deb yushurnish mumkinchiligimiz aslo yo'q. Ichkiri masalan Xitoyning o'lkalariga kirib ketarsak-chi, u yerda xuddi bir qo'yning ichiga o'chkini kirgizib qo'ygandek, biz har qanday yerga borsak biz Uyg'urligimiz chinib turgan. U yerda Xitoyda qetganmayotgan. O biz shunda yataq kirsak, yataq bermayotgan. O Xitoylar chiqib qo'yayotgan saqchilar, voy bir Uyg'urni ko'rdimmi, Uyg'ur ketyapti. Shuning bilan saqchilar kirib bizni tutib akirib Xitoyga, vatanimizga qaytarib yetib olgan. Avval bu. Demak, bizni jonni sig'dirish mumkinchiligimiz aslo bo'lmayotgan. O Xitoyga ben pasport olimi deb berishni tasavvur qilolmaymiz. O pasport olimi degan gapimizni anglasida tutib akirib sen nima ish qilasan, nimaga olasan? Maqsading nima? Sen terrorlik tashkilotlarga bormoqchimi? Chetga chiqib bizga qarshi harakat qilmoqchimi? Demak, o pasportning gapini o'ylashni tasavvur qilolmaymiz endi. Shuni ona qanday qilish kerak endi? Bu vatanda tek jon sig'masa, bu yerda o'zimizni tek sig'dira olmasak, endi cho'qim vatandan sirtidan bir makon izlashga, hayotimizni kapolatga ega qilish uchun bir sirtqa bir hayotlik kepillik uchun izlanishga to'g'ri keldi. Izlandik. Oxirisi 2012-2013 yillar atrofida Ishkirdan chetga qor yo'li bilan mangadigan bir yo'ldan xabar topdik. Xabar topgandan keyin bu to'g'risida izlanib Ishkirga kirdik. Shu maxfiy holatda. Endi bu maxfiy holatda deganim biz yuk bosadigan mashinalar bor. Bu yuk bosadigan mashinalarning oraliqidan maxsus bir o'rin hozirlaymiz. O'rin hozirlab o shoferga ma'lum miqdorda pul yuradigan gap. Hali obdan pul vermasa qolmaydi uni. Masalan, shu bizga rastlagan o'ringa 1000 ko'ylik mal sig'dira oladigan bo'lib qolsa, biz ashning 2000 ko'y yurimiz. Shuning bilan shu malning orasida o yuk mashinalarini, mal bosgan yuk mashinalarini Xitoyda tekshirib ketmagan ekan. Demak, biz degan yerga bexatar yetib boramizda. Shuning bilan oldimizga chiqadigan o'rinlashtirilgan Xitoylar bor. O Xitoylarning shu pulni deb bizni shu qor yo'lda o'tkazishga mangadi. Demak, oldimizga shu Xitoylar chiqib, mashina bilan o'zining o'ylariga o'rinlashtirib, endi Xitoylarning o'ylari bexatarda. Agar shu Xitoylar bizga ega bo'lib, kepulib o'ylariga o'rinlashtirsa bexatar u. Shuning bilan uning o'yida 7-8 kun turdik. Turgandan keyin bu yerda Xitoyninki ay shu ichkiri o'lkasidagi ya'ni shu Kunming deymiz, shu Kunmingda chegaradagi ma'lum bir davlatga o'tkazdi. Endi bu o'tkazish jarayonida bu yerda tog'lardan o'tib ekanmiz. Endi har xil xatarlik holatlarni ko'rdik. Bu jarayonda endi ba'zi qarindoshlarimizninki jasadlarini ko'mab qo'ydik, ayol hamshiralarimizdan jasadlarini ko'mab qo'ydik. Şu hemşerilerimizden balları mana yetim yürüydü. Mesela şu biz jasadi kömep koygan ayol hemşerimiz aynı vaqtda Bugurda ig'ir vaqa chiqdi. Şu Bugurda yo'ldoshi o'ltirilib ekan. Bugurda yo'ldoshi o'ltirilgan. O'zimi hamda shu yo'ldoshi o'ltirilgandan keyin bu Xitoylar tarafdan izlab bu hemşerimizni qilgan vaqtda bu hemşerimiz shu sig'dira olmay o'zining janni mush yo'lga chiqib ekanda. İki oğlunu elib. Hani şu ormanlıqda şu chegarada o'tgandiki bu yo'lning qiynaqlari. Yani şu tik qiyolarda yamishadigan gap. Şu tik qiyolni yollardan o'tadigan gap. O shunda ostiga qarasa odamning 5 qaydigan. Hamda o'zi sal yurak ojizroq hemşerimiz ekan. O'tash jarayonida hamda bardoshlik berib bo'lolmadi. Demak, shu yerda hamda Ülep ketdi hemşerimiz, kömep koyduk, iki oğulunu edip geldik. Ben Türkiye'de turuptu, anısından ayrılıp, dadısından ayrılıp şu kırındaşlarımız. Ben aş alette bilmağan hemşerilerimizin ki mesela Xitoyning chegarasini o'tib, u yerdan ikkinchi bir davlatga chiqqandan keyin u yerda bir mezgil turimizda. U yerdan turib, u davlatda yana bir davlatga halqiga araliqda yana boshqa bir balla bilan mangamiz endi. Bu jarayonda mesela aşağıda qarindoshlarimizning ki hemşerimizning jasadini ko'mab qo'ydik. Yani bir hemşerimizni tug'dirdik, shu qo'sig'ida bormi chiqib ekan. Tug'dirib, shu zambilga selib elib olgan bo'ldik. Avval mush holatda o'tdimda. Ondan keyin ma'lum bir davlatda 1 yil saqladik, Turkiyaga keldik, nurg'un qiyinchiliklarni ko'rdik. Buni hamma tasvirlab berish hamda shu qadar bir ag'rikil degan odamning tabiatiga. Hamda mushada Turkiyada yashayotimiz ko'rdik. Bu yerda hech qanday bir
bizge. Onda tekşiriş punkti ya bir saat sen kimlerden geldin onda geplerini görüp bakmadık ki. Bu bizim özümüzün ötün emas. Tug'ilgan yerimizde şu kadar sığmadık. Yat bir elde sığıvatımız. Siz turayotgan turmada ayollarınız bormidi? Hamda turmada biz turayotgan turmaning o'zida bir turmada birlikda ayollar yo'q. Ammo lekin ayollar turayotgan turma ayrim yenimizda. Ular boshqa tam orqali ayirib o'tiladi qo'rov bilan. Ularmi bor. Hamda ularga bo'langan qiyinchiliklarni shu ishlash jarayonlarida ba'zida ishga chiqqanda birga chiqib qolamiz. Bizningki ko'rayotgan qiyinchilik holatimizdan jiq farqi yo'q. Hamda men nimada dastlabda tutgan vaqtida buni sotlab, buni so'roq qilib, buning ishlarini muqimlashtirib kesim chiqquncha turadigan turma bilan kesim chiqib bo'lgandan keyin yo'tkab olib turadigan turma ikki xil emasmi? Bu dastlabda tutgan vaqtda kesim chiqquncha eng tuyon bo'lganda 1-2 oy, yuqori bo'lganda 1-2 yil tutib turib, undan keyin buniga kesim hukmni chiqarib bo'lib olib turadigan turmada u yerda maxsus ish yiltadamda. U yerda shu ko'ngliga urib so'qab tayoq to'qmoq bilan shu majburiy ishlaydigan gap, qora ko'ch, qora emgak qiladigan gap. Endi u yerdagi ayollarmi shu qora emgak bilan endi ularning shu ishlaydigan ishlashga olib borayotgan turmada ayollarning ancha-muncha qiyochi ovozlarini, ularni urib so'qqandek ovozlarini hamda bir tam ayirib turgandan keyin anglab turdik. Lekin o'zini ko'rmagan bo'lsaqmi. Endi men dastlabda so'roq qiladigan, tutib turadigan turmada endi bu yerda ayollar akirib turdi. Asosan akirgan ayollarning tulisi yosh qizlar. Ko'p salmoqni yillaydiganlar yosh qizlar. Asosan nima sababdan akirdi desa, ya o'qigan, diyani diniy o'qigan, uning uyidan yoki bir aptek chiqib qolgan. Yoki bir din borasida bir og'inlarga gap so'z qilib da'vat qilgan degandek. Ba'zilari o'zini yapgan, yoki oldidan yog'liqni oldidan chekkan, yoki tizining ostiga tushgan, uzun kiyim kiygan degandek avval sabablar shu hamda. Shu sabablar bilan kirgan nurg'un yosh qizlar shunday sabablar bilan kirgan. Hamda buning ichida men bir gapni deyishni boya unutib qolibdim, qistirib o'tashni muvofiq ko'rdim. Meni 6 kun so'roq qildi dedim-ku. Shu 6 kun so'roq qilgan vaqtning o'zida bir kunki so'roqda meni bir so'rinda, ya'ni bir 15-20 dak balla o'ltagan bir so'rin ekan, shu so'ringa sen qatnashding deb turib oldi. Cho'g'unda so'rinni uqmayman, xabarim yo'q so'rin asli. Sen shu yerga qatnashibsan, men qatnashmadim. Qatnashmagandan qatnashmayman deyman-da. Men qatnashmadim bu yerga desam, sen qatnashibsan. Shu qatnashibsan degan odam bilan yuzlashdim, men o'z bilan yuzlashay dedim hamda. Desam, yuzlashtiramiz emas, menga deb elib mangdi. Elib mangandan keyin bu bizni so'roq qildigan uyning ishkisidan chiqqandan keyin bir koridorga chiqamiz-chi. Bu koridor hamda 1 metr, 1,5 metr atrofida keladigan koridor, uzun koridor hamda. Bu koridorning ikki tarafida butun so'roq uyi bor. Shuning bilan elib mangda bir ikkinchi yo uchinchi oy ham desimda qolishdi. Uning 20 yildan eshib ketgan vaqt emas, eshib ketdi o'g'ay. Saq 20 yil bo'lib qolibdi hozir mana shu ishqa. Yo'q, 19 yil bo'libdi. Elib mangda shunda menish jarayonida qarasam, shu meni so'roq qilgan o'yiningki 3-oyga demaysimda qilishida, yo 2-oy yo 3-oy. Shunda qaradim ishkisi uchiq turdi ekan. Qarasam bir shu yashi 20larga borgan bir qiz hamshirimiz ekan. Ham to'y qilmaganda ko'rdim men. To'y qilmagan bo'lishi mumkin. O'ltirdi. Shunda kichik chaqqan bir shira. U tümi shira hamda. O shiraninki puti yaga bu so'roq o'yini hammasi shunda shira va biz o'ltiradigan so'roq berdigan, ya'ni jinoyatchi deb qaralgan qarindoshlarimiz o'ltiradigan o'rindiqmi tümi, umi yaga bekitib o'tilgan. Oldidagi shirami yaga bekitib o'tilgan tümi.
Şunun bilan o'ltirdi, haliqi hemşirimiz yalang'och holatda. Kiyimlarini butun saldirib yotibdi. Yalang'och holatda o'ltag'izib qo'yibdi. Hamda haliqi qarablan bir nazar salib o'tgan ekan, diqqat qilolmabdiman. Balkim qo'limi, put qo'limi o'rindiq bog'langan bo'lishi mumkin deb o'yladim hamda, lekin uning bak nazarimni ag'dira qoldim. Faqat nazarim tushgan narsa nima bo'ldi desam, shu hemşirimizniki inchki bir simkan, shu simdan shu ko'ksining uchidan chigib qo'yapti. Chigiklik nazarim shunga tushdi. Bu sim halqitilib ma ustidan haliqi hemşirimiz o'ltag'an o'rindiq bilan buning oldida o'ltag'an haliqi Xitoy saqchilarining o'ltag'an oralig'ida bir egizdan o'tkazilgan sim bor ekanda, tom sim. Bu simdan halqitib oldiga alg'izliq turdi. Shu holatda ko'rdim endi. Demak, bu jarayonlarda endi biz so'roq jarayonlarida bu davomli qiyoch ya bu quloq degandan pishib qoladigan anglab turamiz. Yil ayollarning chaqirgan ovozini anglaydigan gap, yil erlarning chaqirgan ovozini anglaydigan gap. Demak, men shu manzarani ko'rgandan keyin shu nazar solib ko'rib o'tib ketgan manzaram shu. Undan keyin his qildim, bu ayollarningki chaqirgan ashunda echinish ovozlari anglangan chog'da darhol esimga shu keladi-da. Demak, haliqi Xitoy saqchisi mayanda turib, hemşirimizning ko'ksiga chigilgan haliqi simninki matrafidan shunda tortishi mumkin. Tortgandan keyin bu hemşirimiz shu yerda shunda echinishlik chaqirgan bo'lishi mumkin deb shuni tasavvur qildim endi. Chunki mening nazarim tushganda haliqi o simni tortgan, o hemşirimizdan chaqirgan ovozni u vaqtning o'zida anglamadim. Men nazar solgan vaqtning o'zida. Lekin uningdan boshqa vaqtning o'zida davomli anglab turamiz. Şu qiyochi ovozini. Balkim shunda qiyin ahvolda chiqqan ovoz bo'lishi mumkin deb tasavvur qildim. Endi mening bir hemşirimizga qilgan shu so'roq jarayonidagi bir manzarning ko'ginim o'shanda. Uningdan keyin anglaganlarimizni desak, bu anglaganlarimiz echinish qavallar bak ko'p. Necha qarindoshlarimiz hatto shu hemşirelerimizga har xil bo'lmag'ur haliqi sharkatlar bo'langanini ko'rib degandek, shuni his qilib degandek turmalarning haliqi ramlarini chiqib qilgan vaqtida etib etilgan, o'ltirilib ketgan qarindoshlarimiz bor. U anglaganni deb kelsak, endi yurak aytishida bu anglaganning o'zini dav yurishning o'zi yaxshi emas, faqat ko'zimiz ko'rganni dedik. Turmalardagi hemşirelerimizninki bizning ko'zimiz ko'rib his qilganimizmi shu? Undan boshqa ko'zimiz ko'rgan ajoyib jasoratlik, shu qadar irodalik hemşirelerimizni ko'rdik. Shu Xitoyninki shu turmildaligi biz turmadan chiqqandan keyin shu Urumchi voqeasi bo'lgandan keyin Urumchi voqeasidan keyin tutib akirilganligi dastlab deb ketdik-ku, bir hemşirelerimizni o'qidi deb o'qiyotgan maydondan tutgan avalını çalıp bir sözlep ötken buldum. Demek şu hemşehrilerimizninki Xitayla 13 yıldan kesti. O hemşehrimizdeki aldığını 3 aylarını 13 yıldan kesti. Yani bir aylarını 20 yıldan kesti. Demek şu 13 yıldan kesken, şu 20 yıldan kesken şu hemşehrilerimizdeki yalgandan uyuşturulgan bir sot meydanı var hem de. Sot meydanına kirdik. Kirip hem de bu hemşehrilerimizden şu yerdeki haliqi cesareti, bu Xitoy saqchilarga şu dadil bergen cevapları, onun beradigan qarshi fikirleri, bu senin hükmünü itiraf qilmaymiz biz. Sen xalqing uchun hukm qilib baq bizga. Lekin biz itiraf qilmaymiz bu hukmini. Şu kadar canlıq fikirleri. Hem de o sot meydanında bu qarında hemşehrilerimizden degan bu gaplarning hammani birin-bir deb bo'lmaydi ekan. Ammo lekin şu sot shunda bir mening tariximdagi unutilg'isiz bir sot ulug'liq. Chunki bir o singillarimizniki kichik 16 yosh, cho'ng 18-19 yoshli singillarimiz. Hatta şu 16 yoshga kirgan texniqama Xitoyning qonunida 18 yoshga to'shmaganlar haliqi sotda biri jazosi yeniklatiladi, ikkinchi biri uning haliqi aqlug'uvchilari alayda yandan aqlug'uvchi qaytib beriladi-ku. 16 yoshli singlimizga hatta şu teklifni qo'yilganda, "Götür bu sening aqlug'uvchingni, sening aqlug'uvching meni aqlayamaydi, ham aqlamaydi, bilma uni. Hajdim yo'q mening sening aqlug'uvchingga." deb shunda keskinlik bilan rad qilishlari hozirgacha qulog'imda jaranglaydi singlimizninki. 16 yoshli qizlarninki shu holati jasorat bilan shunda maydonda turishi sabab bo'lgan narsa nima
Demek şu Xitayning abdi bashirisini, şu Xitayning selayotgan zulmlarini şu kadar mükemmel tunib yetadigan. Çünkü her kaçan köz aldıda bulunayotgani şu, onun yaşayotgan muhiti şu. Demek o şu kadar tushunib yetadigan, tunib yetadigan. Onun bütün vücudu, qalbiga bu Xitayninki bu dehşetlikleri o'rnab ketgan. Demek onundan zerrece bir yaxshilik, onundan bir kichikgina o'ziga manfaatning kelmaydiganligini shu 16 yoshli singlimimiz tunib yetib bo'lgan. Hamda vatandagi turmalardagi ayol hamshiralarimizga qilingan ishlardan meningki qisman bilganlarimning bir qismi shu hamda. Ondan meningki vatandagi farzandlarim to'g'risida bu yangi chiqqani Turkiyaga kelgani 1,5 yil atrofida bo'lib qolibdi. Bu yerga kelishdan ilgari boshqa bir davlatda, ikkinchi bir davlatda 1 yilga yaqin vaqt turibdimi? Demak, men vatandan ayrilgani 3 yilga qadam qo'yib qolgan turdi. Endi bu jarayonda meningki vatanda 5 bolam bor. Undan biri men bu tarafga chiqib 1 yildan keyin uydagilar bilan bir aloqa qilaydi degan niyatni qilib qoldim. Qilib bo'lmasa shu qadar ehtiyot qildimki, telefon qildim. Telefon qilib, mening bir qarindishimga telefon qildim. Telefon qilib degan gap hech qanday gap yo'q, boshqa assalomu alaykum. Qanday salomatmisizlar? Men salomat ansirmanglar. Men salomat to'dim, mendan ansirashdan hojati yo'q. Qani hammanglar salomat bormi desam, salomat bor biz aka dedim. Onda ansirmanglar qo'yibdim. Avval shu. Bizning deyishgan, so'zlashgan telefondagi konuşmamız shu hamda. Keyin vatandan shu avval bo'lib taxmin 2-3 oy o'tdi. Yani bir telefon qilay deb telefon qildim. Telefon qilgandan keyin menga berilgan javob shu bo'ldiki, bizni xotirjam yoshig'ini qo'y. Sen o'tganda bir telefon qilganlik sababingdan sening qarindishing 6 oy turmaga o'chirib olib 6 oy yotqizdi. Sen terrorchi bilan kurashding deb. Bizni yoshig'ini qo'y bolam dedi. Mana shundan biri telefon qilishga ham jur'at qilolmaqlik, men telefon ham qilolmaqlik. Mana shundan biri ballarımның, farzandlarimning ahvoli nadan nagacha bo'lmasa birinchi qatimliq telefon qilganda ballarımның ahvolini so'ramadim. Bo'lmasa faqat bir xotirjamligimni, o'zimning salomat ekanligini, uydagilarning salomatligini bilgan narsam shu, yetkazgan narsam shu. Undan keyin mana hozirgacha 2 yildan eshib qopti. Endi 5 balamning qaysi holatda, hayotmi, hayot emasmi, qaysi holatda yashayotdi, kimning qishida yashayotdi, uni uqmayman. Endi balki men tasavvur qilaman, o'tganda vatandan bir aylan chiqib ekan. Kurshab ballarımın to'g'risida azroq bir ma'lumot berdi-yu, ballarımda tunilmagan ekan. Avval yaxshi bo'lish mumkin, lekin ballaringning onasi turmida degan gapni qildi. O'tningdan ortiq gapni men so'rayolmadim. Umi ham bu yerda men bilan kurashib shu qo'rqib aran turdi ekan, bu yerga chiqqandan keyin vatanga qaytib ketadiganlar. Biz bilan kurashib bilib paranlashdimi qo'rqdi ekan. Chunki borgandan keyin Xitoy xuddi hammani bilib, hammani uqib turdigandek shuda qadar bir qo'rqinch sel o'tilgan ekan. Demak, uningdan mening shu anlığım şu oldu, ballarımның anısının bu türmü dikenligini anladım. Lekin ballarımның ahvalının qaysi halet dikenligini, qaysi bor, qaysi yo'q, onundan hech qanday xabarim yo'q. Onu bilmedim. Hem de meningki ahlim to'g'risidagi ma'lumotim hozircha mushunchalik. Endi buningdan cho'nqirlab ba'zi ahlilarim to'g'risidagi bazı üzem bilgen uqqan vatanlardaki bizning bu amillarimiz to'g'risida bazı achinishli Xitoylar tarafdan yetgan musibatlarni deyishdan ojizlik keldim. Chunki bu orqali mening ahlilarim, ota-onalarim va farzandlarimga yana cho'ng xavfning kelib qolishidan shu qadar ehtiyot qildik, andishalandim. Shuning uchun ba'zi ma'lumotlarni berishdan ham ansiradim. Shunga bu to'g'risida bu shunchalik o'zimningki imkoniyatim yetgan doirada o'zimning ko'zim bilan ko'rgan, o'zim bilgan holatlarda ma'lumot berishni to'g'ri topdim. Alloh razı olsun. Meningki
bilgelerim muşinçilik. Ballarımız şu Xitay işki ballarda artıq qo'maydi go. Xitay hamda bu pilalloq tug'ut deydigan bir gapi bor. Bu pilalloq tug'utda 2dan ortiq balaga ruxsat yo'q. 2dan ortiq Qusaqda qolgan bala bo'lib qolsa, o bala meni 7 oylik, 8 oylik qusaqda, hatto 9 oylik tug'diganga 1-2 kunlik vaqt qolsa-mı, bu qusaqda majbur tushirib yetdik buni. O ayollar, o eri bo'lsin, o bir narsa bo'lsin, bo'lmasin, agar yo'lda qusaqda bor odamlar bo'lsa bo'ldi. Darhol uninki kimligini tekshirdi, arxivini, Mapukunning arxivini tekshirdi deb telefon qilsa, yuqoridan arxivini tekshirib turdi shu minutning ichida. Buning ya 5 balasi bor, ya 2 balasi bor. Demek 2 balası var olab, 3-cisi qusaqda balığı ayol shu yerda tutildimi, bo'ldi. Uning hech narsa bilan kari yo'q, shu tutib ketdi, aprapla shu majbur balını tushirdi. U yerda o qonun, siyaset, undan narsani ko'rmaymiz ki. O yo'lda ketayotgan ayolni tutib kirganda bejirdigan ishlar bu. Hamda shu jarayonda shu ayol hemşehrilerimizning nechisi bizning mahallada bo'lgan ishlar. Ayında tutib ketib, shu balani tushiramiz degan vaqtning o'zida, shu karvatga yotqizib tushirdigan vaqtning o'zida, shu doktorning ishlatadigan shu tig' asboblari bilan shu doktorga shu tiqib sanjib, hatto doktorni o'ldirib etilgan nurg'un hemşehrilerimiz var. Shu balani saqlab qolaman shu deb. Bu jarayonlar jiq hamda. Hamda uni biz ko'zimiz bilan ko'rmagandan faqat anglagan narsa, anglaganni davrishning o'zi rost chiqmasligi mumkin. Lekin shu hemşehrilerimiz etilganligini bilamiz. Shu hemşehrimizning qo'lida bir ikki doktorlarning o'lganligini bilamiz. Lekin qaysi holat qanday o'ldi, o bizga ma'lum. Hamda men shaxsan 5 balam bor dedim. 5 balamninki 2dan ortiq ruxsat qilinmasa qolgan 3 bola qanda bu yerda bo'lib qoldi. Hamda bizningki tug'ilib o'sgan o'zimning yurtida aslo mumkin emas. Bu yerda 2 bola bo'lgandan keyin 3-balaga ayol qo'rsoq ko'targanda nima qilaman? Men bu vatanda bu o'zim yashagan, tug'ilgan mahallamda turish mumkinchilik bo'lmagan ekan, 2 balani ota-onam qoldirug'liq, kichiklik bolalar bu. Hatto imovotgan holatidan sutini ormagan bolalar, 2 yoshga kirmagan bolalarimda qo'rsoq qolgan. 3-sini Mesela ben bunu tepsili jarayonni deb bersam, 3-balam qo'rsoqda qolgan vaqtning o'zida hamda yezida her ayda bir qatam umumiy yuzlik to'y qilgan ayollarni har oyda majbur kenetga yig'ib tekshirdi. Qo'rsoqda qoldimi, qolmadimi? Majbur tekshirdi bu har oyda. U tekshirishga to'y qilgan ayollarning bormay haddi yo'q. Hamda shu jarayonda bu ayolningki şu gumanda qo'sqida bor deb qaralayotgan ayda bu nima keldi de tekshirish kelibdi, beranglar deb bizningki kentning boshlig'i shu xabarni uqdi. Borildi boshqa kun tushdi. Shuning bilan bormadik. Bormasak 3-kunisi, 4-kunimi, 3-kunisimi shu pilalloq tug'ut komitetidan bir cho'ng mashina bilan kelibdi. Bu bizning uy kelgich oraliqda bu xabarni mening bir yaqinim bordi. Shu jiddiy hozirab yugurib kelibdi, nim bo'ldi. Desam, mush pilalloq tug'utning mashinasi shu chiqirtadigan chiroqlarni yondirib zada chiqirtib o'qitib kelyotdi. O'tganda sening ayoling bormabdi ekan. Nahakaga nuqmudiq, sening uyan keldim uqmudiq. Sen jiddiy bir yushurinib olgan dedi. Ballarımız ballıqda qaldı. Şu ayolni ötülaplandı, şu taza şey qunaq başta atqan paytda. Şu etizliqning aqısı o'tib ketdi. O'tib ketsek şu udul keldi, kelipla şu bizning uyning oldiga keldi. Şu uyning oldiga kelganimni bilmayman. Şu ayolning qo'lida o'tib etizliqlar bilan shu qunaqliq bilan chiqib ketdik yugurib. Şu yugurib chiqqancha udul yezig'i keldik. Yezig'i kelib yezida kichik mashina bor. Kichik mashina bilan hamda shu vaqtimizda kichik mashina 50 koy qolib turdi shaharga. Biz 100 koy berdik. 100 koy berma. Bizni salomat oq yo'llar bilan tekshirish o'rinlari bo'lmagan shu yerga egizbas harvo eshak mangadigan yo'llar borchi, u yerda mashina manganmaydi. Mashina mansimi, tasti mangadigan. Orqa yo'ldaymiz. Shu yo'llar bilan elib minishga 100 koy berdim. O test onu da. 100 koy verdin sonra 50 koy olsun. 50 koy, asli 50 koy. Lekin men birinciden bir taraf birish kerak, ikkinchidan orqa yo'l bilan menish kerak. Ya'ni siliq yo'l emas, egizbas to'p yo'l bilan menish kerak u. Chaqiriq basasiz. Ondan u ma yo'lda
40 minutda boradi. Lekin ay yo'lda 2 soat, 3 soatda borib bo'lmaydi. Demak, shuning bilan ash yo'l bilan mangda menga 3-4 soat topadi. Appagandan keyin mening ku shaharda bir tuqqanim bor hamda uning uyiga kirib uyada makallashdik. Hamda uning kelqi o bir oshpaz hamda o tuqqanimcha. O oshpaz bo'lgandan keyin o oshxonasining kelqi ushaq tushak narsa yig'ishtiradigan yarasti ambasi var hamda. Şu ambaga şu yarastı oshxonaning ambasi o'rinlashtirdi. Hamda bexatar yer bo'lgandan keyin. Shuning bilan 3 kun uyada turdik. 3 kundan keyin ayolimni endi uydagilar bizga telefon qildi-da. Telefon qilib turibdi, ko'rishib turibmiz. Sendak balamiz yo'q bizning. O bu deydi, dadamni tutib ketibdi. Balangni topsa deb. Shuning bilan uydagilar telefon qildi, ayolimning uydagilar telefon qildi. Sendak qizimiz yo'q. Sen o'zingning yo'ldishning uydagilarga mushunda xafaligini talab dadasini tutib ketdi. Sen mushunda kelin bulamsa, o bu ayolimni tillaydi. Bu ayolim yig'laydi, men qanday qilmayman deb. Men uyga telefon qilsam, onam meni tillaydi. Seni tug'ib, bu qilganimga rozi emasman. Dadamni tutib ketdi. Bir balani tushirib etsang, olmamdi deb. Shuning bilan ayolim bilan maslahatni qildik. Maslahatni qilib bo'ldi tushirib yetilar. Deb şu biz bağan şəhərninki Pilalıq tug'ut doktorxonasida bu ayolimninki bir hemşire tuqquni var. Şu yerda ishlaydigan. Bunun bilan kurashdik. Kurashgandan keyin bu qiz bola bizga bir maslahat berdi. Bu tutqan bo'lsa, uni ya bir oy tutadi, ya 2 oy tutadi, qo'yib berdi, hech narsa qilolmaydi. Lekin balani saqlab qolish muhim. Sizlar balani saqlab qolinglar. Qanday saqlab qolamiz sen? Butun hayotingni to'g'ri tikinglar. Shuning bilan qaytadan biz qaytib kirib ketib ayolim bilan maslahatlashdik. Hatta ayolim bir qarorga keldi-da, men tug'imi balani bo'ldi. Tushunmayman deb bir qaror keskin keldi. Kelgandan keyin biz deyishdikki, men yutqi boradigan bo'ldim. Yutqi berib endi men deyishdi, maslahatlashdim. Endi yutqi borgandan keyin meni tutib mangsa men buni unutmayman. Men shu yerda endi ya men pichoqni tiqimi buningga, ya aşağıda o'ltiraman, bir ishni qilaman. Agar men shunda bo'lib qolsam, balni qurbon yetkinchi qo'g'da emisa. Deb buni Urumchiga yo'lga soldim. Yolg'izlar. Urumchida bir ag'inlarimiz var, bular bilan telefonda aloqalashib, ems ayolim katta oldiga chiqib topshirib olinglar, men chiqib mangda dedim. Anda yutib keldim, yutib kelgandan keyin onam esilib oldi menga. Jenim balam sen bormag'in. Sen o Pilalıq tug'utga borsang, niyatingni bilaman seninki. Uyada o inson qalbidan chiqqan holatda til haqoratgan, o dadangga qilgan haqoratga men chidamadim. Ay shu Pilalıq tug'utninki Uyg'ur g'alchilar dadamga degan gaplar degan, "Yili quvonga putimni tiqaman, yili qandoq etaman, mandaq etaman, yili xotning bundoq etaman, bundoq etaman, qizingni bir qandoq qilaman." Osh qadar vahshiy insonninki bit kutamaydigan til haqoratlar bilan dadamni haqoratlab tillabdi. Anam bana dedi ki, balam sen bormi? Borsan seni bilamiz biz. Sana anda haqoratni qiladi ular. O haqoratni qilsa, uni bardoshlik berolmaysiz, ko'tarolmaysa, demak sen u yerda bir ish terib qo'ysa, sen bizga lozim. Bo'ldi biz nega borsan borgan biz seni tillabdik, tilpiladi, kel o'qildik, bo'qil debdik. Bo'ldi sen nega ketsan ketgan. Biz tortilib bu xafalikni. Dedi, shuning bilan anamdan razılıkını elib öydün çıktım. Çıkıp ayolimdan 3 gün keyin Urumchiga bordim, berib jam bo'ldik. Jam bo'lib bu yerda shu mukka yurib, yili ko'chada baqqallik qildik, yili harbi so'rab yurib mal satdik shu holatda. Ayolim tug'di 3-chi balani. 3-chi balani tug'di. Uningdan keyin 4-chi balani shu Urumchida tug'dik. Endi ayolim sirtga chiqmaydi-da. Endi u yerda anaqa bizningki Urumchi vaqasidan burun andabek Urumchi qattiqchilik emasdi. Anaqa bizningki qolgan 2 bola vatanda qolib qolgan ekan. Quchoqda tug'ilgan 3-chi bola bor. Demak, anaqa tekshirib bu chiganda mana bir bolamiz bor deb turdik. Shuning bilan o 2-chi, ya'ni Urumchidagi 2-chi balamiz, asli bizning 4-chi balamiz Urumchida tug'ilishga muvaffaq bo'ldi. Uningdan keyin bu 2 baladan keyin Urumchida yana tug'ishga mumkinchilik bo'lmaydi. Biz ko'rliq o'tib keldik. A 2 balani yutqa avatib etdik-da o'ydikilarning qishiga.
Yani ayolımninki uyga vatib aşkisi bizni oyda. Anandan keyin Korluda 5. balını tug'ishga muvaffaq qildik. O balını tug'ib, undan keyin şu 5. balam 10 oylik bo'lgan. 10 oylik bo'lganda men mana shu balalarımdan ahlimni, ayolimni, shu farzandlarimni tashlab chiqishga boya degandek yashash mumkinchiligi bo'lmaganligi uchun bir hayotlik, ya'ni o'zimizning hayot yashashimizga kepillik qila oladigan bir muhit izlab shu hamma narsani tashlab, hamma narsani tark etib chiqdik. Endi avvallo shu Pasport qanday oldingiz? pasport elish asla mumkin emas. Boya deb berganlarimning hammasi shu qor yo'lda, qochoq orqali shu qor yo'ldan chiqib keldik biz bu yerga. Pasport mumkinchiligini tasavvur qilolmaymiz. Shu yolg'on pasport ishlatganmi yo? Hamda Xitoydan chiqib ikkinchi bir davlatlarga kelgan vaqtida biz bu Turkiyaga kelganlikda hamda shu yolg'on pasportlar bilan kelmasak o mumkinchilik yo'q. Hamda avvallo shunchalik. Hamda Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. Pulni xarchlaganman shu Turkiyaga kelib berish uchun. Hamda biz vatanda mumkin bir tijorat bu ishlarni qilish mumkinchiligi tehi bo'lmaganda bu yanga chiqishga o az pul bilan chiqish mumkinchiligi yo'q-da. Masalan, men mush bayatımı deb o'tdim Turkiyaga kelgicha. Şahsen ben 40 ming Xitoy pulini yo'qotib keldim. Yo'lda o xarj xirtimizning sirtida mushu bizni chegara oldidan o'tkazdigan mush qochoqlarga berib degandek pul ulab jami 40 ming pul bilan mushaga kelgan bo'ldim. Endi bu biz vatanda o 40 ming pul topqidak mumkinchiligimiz yo'q-ki. Endi bu pul shu vatandagi bizning ahvolimizni tushungan, shu bizning shu o'zimizning tug'ilib o'sgan vatanimizga sig'mayotganimizni ko'rgan, bizningki yana aşağıda bir mezgil yaşasak, tushadi tursak, beşimizga yani Xitoy tarafidan ne kadar zulmlarning, hatta bizning o'ltirilishimizning yoki turmalarda uzun mezgil yetishimizninki beşimizga aniq bir keladiganligini tasavvur qila olgan nurg'un qarindoshlarimiz bor hamda. Demek ki şu qarindoshlarimizningki yordamlari undan boshqa bizning o'zimiz hamda az to'la u bu qilib tirishgan ayolninki o'zimizning tirishchanligi, qarindoshlarimizning yordamlari. Hemen aklıma mülkün gel.